2026-yil may oyining oxirlariga Baxmal tumanidagi manzaramiz. Baxmal tumani Mo'g'ol qishlog'ida 4 gektarli, unaqa qimmat bo'lmagan, mana shunaqa manzaraga ega bo'lgan joyimiz sotiladi. Bu joy oldin bolalar lageri sifatida ishlagan, umumiy maydoni 4 gektari 10 sotix ekan. Ya'ni kadastr hujjatlar to'liq joyida, kadastrdan umuman muammo yo'q. Xohlagan maqsadlarda foydalansak bo'ladi. Bitta tomoni hozir yo'lda kelayotganda yo'lda dachalar bor, ya'ni dam olish maskanlari qilib qo'ygan. Bu joy o'shaning oxirida. O'shanaqa dam olish maskani kemping qilsagan bo'ladi. Ya'ni atrofimiz to'liq daraxtzor, archazor, oqar suvimiz bor pastda, tabiati juda chiroyli. Ya'ni o'shanaqa turizm sohasida bemalol ishlatsak bo'ladi. Undan tashqari sanatoriya qilsak bo'ladi. Undan keyin yana bitta tomoni chorva qilsagan bo'lar ekan. Suvimiz bor, atrof to'liq yaylovzor, atrofni ko'rsatib yuboring operator. Yana bitta zo'r tomoni, sizga umumiy maydon 4 gektar men ola olmayman, kamroq maydon sotiladimi desangiz, bo'lib ham sotiladi. 5 sotix, 10 sotix, 1 gektar, 2 gektar farqi yo'q. Egasi bilan o'zingiz kelishaverasiz, maydalab ham sotilaveradi ekan. Narxi ham unaqa qimmat emas. Qarang, 1 sotixi 1,5 ming dollar deyapti. Undan keyin yana savdolashadigan joylari ham bor. Misol uchun ko'proq olsangiz, narxini arzonroq qilib beradi. Aniq manzili Jizzax viloyati Baxmal tumani Mo'g'ol qishlog'i Qo'shchinor dam olish maskani tarafda Arenterga suv omborini tepa tarafida joylashgan.